Az olsun ma 20 bin koy naq pul. Uy. Uy kızım. Teşlik mi? Uy tatlı kızım teşlediniz mi? Ha? Uyuttun. Uy. Az neçe aylık oldu? 6 aylık oldu. Hazır o tamaqni shilankinim qilam da. Tamaq yemaydi, quvvat o'kul bilanlam. Shunkanda hazır 6 aylık bo'libdi tatlı qizim. Shu silning nemanglini anglab Olimjondan. Murojaatnoma chiqarib bergan bo'lsa deb ekansizlar. Shundan, "Oy kulmang qizim, kulmay turing." Şu anda murojaatnomani bir sil ilqi chiqarganini taqtib qo'ydik. Uning ustiga hozir yana ham shu tor dunyosida tor supsida murojaatnomani chiqarib bergash, andan o'zimizning bir ko'nglini ifodalash bir shu yo'qlab keldi deb keldik. Voy kulmang, bosh kuling, ha? Shunday qilib atamda Beyjonga mangdigan bo'ldingmi, qanday qilgan bo'ldinglar? Doktor yükleşme tıkıplarmak için hatta yükleşme tıkıplarız övgülükken onu Hazır Beyjonga mangdigan ıqsat barmı yo'q? Iqsat yo'qmi? 6 aydan yani neçe doktorxona bo'lgan ekanchi? Hazır tug'ilgandan tortib hozir necha qatim operatsiya bo'ldi? 3 qatim. Bola qolish chupakalik sog'lomda ko'rinadi desin. Lekin ya demisimi ma yetilish hozir qarab 6 oylik bol deganning 6 oylik bo'ldi. Ha, 6 aylık. hozir 2-3 oylik boldeklam turibdi, ha? Bütün derdici içide. Yine senin Hozir 5'ide tamaq mangmagan shu 3 oy putuk tug'ilibdimi? 3 ay pitik doğulup hem de davalap hazır 3 ay toslaşıp kaldı. Bir nesisi ötmeydi aslında çok. Hozir shu yemeklik og'izning kirmaganikin balki men yurak, u bu jihatlardami? Aciz bala ha. Voy qizim, tatlı qizim, ismingiz nima katta? Ism nima? Arife. Arifa. Voy tatlı qizim, makiling. Men kim o? Dada deyaptimi bilan? Dada deyaptimi, ha? Nima degan chiroyli umoq qiz. Makiling bilan. Saqib qiz juba balam. Mening qizimmi mush doktorxonaga 2 qatim davolangan. Hatto ESO'ga kirib tas qolgan biz qizimizni ayrilib qoldi-ku. Shunga men xabarni Olimjondan olgandan keyin endi muhim ishlar tufayli baldir kelamadim, lekin ajab kech qoldim, baldir basam bo'ldi deb men oldirib keldim. Endi men avval o'zimning ko'nglimni bir bildiray. Ondan ama o torduma filmni ko'rgan qarindoshlarmi sizlarga bir ko'nglini bildirib yordam qilsa tama ko'l bo'ladi debdiki. Boshqa qarindoshlarimizni qo'ldan kelishi bir yordam qilsin. Men bu hozir hamda oz to'lib olsam, men o naq pul batdi, men ep keldim buni. Az olsun 20 bin koy naq pul. Mani elep. Çünkü hamda bir balaning derdini bizde ata o'g'illar tushunadi-ku. Tatlı kızım yığılman, ha? Yığılman Kaysar bulun bilem saqib ketisiz cuma? Ha kızım, ha? Men bacıma kızım saqib ketisiz cuma? Tatlı kızım. Saqib çoğun bulup adaşlarınızla billa oynaysız bilem, ha? Ama 20 bin koyunu etice ma Beyjonga menish to'g'ri kelib qolsa, lazım qilib turinglar. Atam men yani kelma. Ya o'g'im mangamsizlar Beyjonga indilmagamsizlar. Beyjonga menishdan burun men kelib silni shu ayırdurum bo'lsa ayırdırımgacha jiddiy qutqizish bo'lsa jiddiy qutqizish o'zim uzatib kanaldan qilib qo'yma, mangdirib qo'yma. Asli xotirjam bizni bor deb, meni bor deb xotirjam o'ltasanglar bo'ldi juma. Endi meningdan jiq yordam qilay desam biz ma Olimjon biladi. Zavod hozir zavod qurib, yangi mahsulot ishlab, uningga necha million dasmayni tiqib etib ekanmiz. Yenimde bari hem de az olsun şunu bir işiltinglar. Ma'qulmi tatlı qizim? Qaysar bulun qizim, ha? Tatlı oppoq qizim. Nima degan chiroyli qiz bu? Saqib ketisiz.
Bu qizimizning hayotdan huzur elish va yashash huquqi bor. Do'stim, mehrli qo'llaringiz bilan bu filmni tarqitib qo'ying. Sizning kichikkina qilgan shu ajringiz har xil yo'llar bilan o'zingizga hassilab qaytib kelgusi. Qizimiz Arifaning tinch aman, sog' salomat bo'lishini chin yurkingizdan tilang. Qizimiz Arifamo boshqa bolalarga o'xshash xushal-xuram, kulib yashab, do'stlar bilan o'ynasin, maktabda o'qisin, kelgusida vatanga yaramliq odam bo'lsin. Tatlı qizim Arifa, qaysar bo'ling, g'ayrat qiling, cho'qim saqib ketsiz. Sizni ko'gili ati yana kelaman.